Kunlar sovib, hamma issiq kiyimga o'tgan. Ayniqsa yosh bolalarimiz. Shuning uchun issiq pijamalarimga zakaz ko'p tushyapti. Pijamalarim haqida birinchi videoyimda bichib tikish jarayoni ko'rsatganimda ko'pchilik qiziqib so'radi. Zaproslarim oshib, hech qaysi klientga ulgura olmay qoldim javob berishga. Ko'pchilikni bir savol qiziqtiradi. Pijamalaringiz qanaqa? Ichi issiqmi? Materialingiz paxmoqmi? Materialingiz sintetik yoki HBSK deb ko'plab savollar va zakazlar tushdi. Pijama materiallarim issiq, HB paxmoq trikotajli material. Keyin yana ko'plab savollar. Bu pijamalarni qayerdan olsa bo'ladi? Dastavka bormi? Va shunga o'xshash ko'plab savollar keldi. Shuning uchun shu yerda hamma savollarga bitta qilib javob qilib aytib o'tsam. Yo'q, Qizlarjonlar viloyatga, hattoki shahar viloyatiga ham dastavka yo'q. Faqat Chirchiq o'zida va shahar ichida dastavkalar bor. Mana keyingi mijozimizni buyurtmalarni ham bichib tikish jarayoni. Bu mijozimiz ikkita pijama va bitta komenzonchik zakaz qilgandilar. Bu safargi buyurtmalarim jajji qiz bolalar uchun. 2 kun avval pijama materiallarim kelgandi, qiz bolalarniki ayniqsa. Keyin Abu Zahidan malina rebanalar zakaz qildim. Chunki menda bu qizil materialga loyiq qizil rangli rebana yo'q edi. Zakaz qilib yubordim va malina rangli rebanalar keldi.